hidini qaranglar bo'lyapti. Nimalar bo'lyapti, qani? Qibray territoriyasiga, Qibray territoriyasi xususiyga и котельниясiga filtr o'rnatilgan qurilma. Assalomu alaykum. Tuman prokurori Sariq. Qarang, Yo'q, opa, mana bunaqa bo'lyapti. Bizni endi qilmoqchimiz shu narsalarni. Filtr qo'yish jarayonida. endi siz biznes qilasiz, biz bu bilan nafas olamiz. Sizga bola chaqangiz bor-ku. To'ppa-to'g'ri. Men siz bilan gaplashgani keldim, tahlil qilgani keldim. Qanaqa qilib men sizga yordam bersamki, siz ham baxtli bo'lasiz, men ham baxtli bo'laman. Bir haftadan-chi bo'ldi qilamiz o'zi. Tugaydi hosilimiz. Shunga sal ozgina. Endi biz bir hafta Yo'q, lekin qo'ydiramiz. Qarang, bu yerda yashab bo'lmaydi-ku, ichida bo'lmaydi-ku bu yerda. Bolalaringiz qayerda yashaydi? O'zim uchastkam tepada turaman. Tak, qaysi nuqtaga kelamiz siz bilan? Xudo xolisi bo'ldi, mana shu 3 kun ichida qo'yamiz. Hal qilinglar bu masalani. Bo'ldi. Rahmat. Zoir Toyevich. Gaplashib, hozir oxirgi muddati qolgan. Ertaga filtrni olib kelamiz, sotib oladi, o'rnatadi. Qo'ymasa bir hafta muddatdan keyin o'zlariga aytganmiz. Endi mayli, subsidiyalar beringlar, Yozdik uni. думать, да. Но надо останавливать, to'xtatinglar.